Ana birodarlar, o'sha Yangiqo'rg'on, Namangan oblasti Yangiqo'rg'on rayonida chiqayotgan terma panel. Ana kirgizib bergan. Mana balkalari to'g'ri 60 balkalar 1 metr o'shiqroq oldiga mana zina bo'lib chiqqan. Zinaga. Bunga mana oldiga shuna zinani quyilsa bo'ldi. 2 kishi 2 kunda terdik. O 7 metr joyikini. Hani tagi. Bitta rodbanni urilsa tayyor ekan podval. Bu joyimiz kotelni bo'ladi, kotel bo'ladi. Ko'pli pol aylanadi. Bunda tomon hammom, kanalizatsiyalar turi bilan chiqarilgan. Ana agar kimga kerak bo'lsa shu panel kommentariyaga yozib yuborsanglar, men sizlarga to'liq adresini aytaman. Kvadrati 140 mingdan joyda. Paxsachilarim paxsani ham boshlashdi. Xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa paxsa xizmati ham mana bor. Tevasiga shunda utpliterlar mana yamoqlarni yamab turib, utplitel to'pli izolyatsiya nima bo'lsa shunda so'p turib, naливной polni quyib turib, xohlasangiz kafel, xohlasangiz parket, xohlagan hunaringizni qilsangiz bo'laverar ekan. Zo'r ekan, nihoyatda menga yoqdi. Men xudo xolasa tomga ham shundan bosmoqchiman. Loy bosdi, poy bosdi qilmasdan.